Amir avtosavdoda variantga mashina so'ragan akalarimiz uchun 2107 mashinasi akalar ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz yili 2007-yil, injektor motorda bo'ladi akalar. Mashinaning holati zo'r holatda turibdi. Akalar butun mashinani polni asfalt qilib, akamiz o'zlari uchun septirgan ekanlar. Balonlari ham zo'r holatda turibdi. Salonlarni akalar ko'rsatasan. 4 ta o'yna elektronika o'yinlar ko'tarilib tushiriladi. Mercedes ruli qo'yilgan. Xo'p, Lasetti sidinalar qo'yilgan, chexol, ko'ripollarni ham yaxshidan solib qo'yishdi. Magnitofon kolonkalargacha ham bor. Temir gaz balonli ustunovka qiling, yangi EP ruxsatnomalargacha ham bor. Xo'p, benzin gazga yuradi. Xo'p, mashina ideal sostoyanida turibdi. Kuzovlarida ham qirilgan, ishlangan joylari yo'q. Mashina xullas olib mazza qilib minasizlar. 1.5 ming puli borga 1.2 ga variantga chiqazib beraman deyaptilar. Akamiz nomerlarini qoldiraman. Bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. 2007-yil minishga tayyor 2107 mashinasi. Injektor motorda bo'ladi. Bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin akalar.